أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. alloh taoloning iltifoti bilan tafsirul jalalayndan sura baqaraninki 204 oyatga keldik. Endi alloh taolo ilgirki oyatda hajga aloqador ahkomlarni so'zlab o'tgan. Hajga aloqador ahkomlar so'zlangan. Shu hajga aloqador ahkomlar so'zlangan vaqtda kishilarninki ikki turli bo'lganligi bayon qilingan. Biri dunyo, alloh taologa dunyoni deb duo qilganlar, yana birisi oxiratni deb duo qilganlar. Dünya ve ahiret hemmisini tanıtıyla demek. Bu ibadetlerin hemmisideki asas maksat nima degende Allah'tan korkuş. Yani Allah'a takvadarlık kılış. Hem takvadarlık kılışın ornu bolsa kalp buludu deydi. Yani til emas kalp. Takvalıkның asli ornu şu kalp. Hem şunda olgan iken ama biz hazır okumak olan ayetlerde takvalıkның mizanı sağlam vakitte kişiler yeni iki türlü buludu deydi. Biri münafık, biri mümin. Munofiq degan ko'nglidagining g'ayrini oshkor qilgan insonlar, mo'min degan tili bilan dili birdek bo'lgan, o'zining amallarida Allohning roziligini ko'zlaydigan ixlosmand kishilarni. Demak, taqvolik mezoni solgan vaqtda kishilarningki mushta ikki turli bo'lganligi bayon qilindi ekan. Ya'ni ilgirki oyatlar bilan bo'lgan munosabati shundoq. Alloh taolo deydi: "Estaizu billah ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد." Ey Muhammed, kişiler arasında şundak adam var ki uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtirdi. Lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dilidagi narsaga, ya'ni dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Holbuki u sana va sana ergashuvchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'z orqali dindor qiyofat kirib oladi. U huzuringdan qaytgandan keyin zaminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonotlarni halok qilish uchun tirishadi. Uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonotlarsiz insonlarning yashalishi mumkin emas. Alloh buzuqchilikni yoqtirmaydi. Uningga vaz-nasihat qilinib, yomon so'z harakatlaridan qaytib, Allohdan qo'rqqan deyilsa, g'ururi uningga gunoh yuklaydi. Ya'ni haqdan takabburlik bilan bosh tortib, fitna fasodga texmi azbaylaydi. Fitna fasodda texmi azbaylaydi. Uningga jahannam yetarlikdir. Jahannam nihoyatda yomon joydir. Yine وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Acaplandırmışsın seni ahirette. Yani dünya hayatında şu bazı insanların sözü seni acaplandırdı, hayran kaldırdı. Lekin ahirette onu seni acaplandıramaydı. Onunki aşı degan gapinin e'tiqodiga muxolif bo'lganligi uchun. Yani dünyada shundoq demoqchi bu yani. O she'ring gapi bilan seni shuni ajablantiradigan bilan oxirat undoq bo'lmaydi. U guvoh qiladi Allohni qalbidagi narsaga. Yine tili bilan dilining bir ekanligiga Allohni guvoh qiladi demoqchi. Annahu muvafiqun liqawlihi. Halbuki u aladdul hisom. Sana ve senin ergashuvchilaringga ashaddiy dushmandir. Adovatini ayt qattiqdir. Uning sana adovat bo'lganligi uchun. Bu oyatda deyilayotgan odam kim o degan chaqning o'zida u Ahnas ibn Shurayh degan munofiqdir deydi. U payg'ambar alayhissalomga nisbatan nihoyatda shirin so'zlik shuna bir munofiq edi. U qasam qiladi o'zininki shu payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rganligiga va payg'ambar alayhissalomga iymon etganligiga qasam qiladi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomning so'riniga yiqilishadi. Shuning bilan Alloh taolo uni
o'zining mushu gaplarida, mushu qilmishlarida yolg'onchi ekanligini ifodalab, uni yolg'onga chiqardi deydi. U ziroatlarning va hayvonotlarning endi o'tib qolsa, ba'zi musulmonlarningki mushu ziroatlari va hayvonotlarning endi o'tib qolsa, o'tgan chog'da uni ko'ydirib o'tgan edi va uni bo'g'izib o'tgan edi dedi. Kechida mushtaq qilgan. Xuddi Alloh taolo deganga o'xshash. Va idza tawalla sa'a fil ard. Agar u sening yonidan qaytib ketsa, sening yoningga kelsa, munday gap qilgan bilan sening yonidan qaytib ketsalar, u zaminda shunday yurish qiladi. Zaminda fasodchilik terish uchun ekinzorliqlarni va nasllarni halok qilish uchun mushta yurish qiladi dedi. Uniki mushtaq buzg'unchilik qilishi, ashla halok qilishi, yer yuzida ashla ishlarni qilishi uning fasodchiligining qatoridan. Vallohu la yuhibbul fasad. Alloh taolo fasodchilikni yaxshi ko'rmaydi. Uningga rozi bo'lmaydi. Va idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izza. Agar uningga mushu qilmishlaringda Allohdan qo'rqqin deyilsa, uni gunoh tutadi, ya'ni izzat tutadi. Uningki ashuna hakovurligi, kibrligi uni yo'l qo'ymaydi demoqchi. Ya'ni ilib bordi uni al-anfa, ya'ni takabburlik, ya'ni burunning cho'ngligi va qiziqqonlik, amal qilishga qiziqqonlik, osh ishlarni qilishga, osh buzg'unchilikni qilishga bo'lgan uning qalbidagi shu turtga, ya'ni yomon niyat uni yo'l qo'ymaydi demoqchi. Nacharlik, gunoh bilan yo'l qo'ymaydi. Allazi umira bittiqoi. Uningga uni Allohdan qo'rqishga bo'ylilayotgan ishqa yo'l qo'ymaydi demoqchi. Fahasbuhu jahannam. Uningga jahannam yetarlikdir. U jahannam nima degan yomon joy, yomon ko'rpa. Endi bu insonlarningchiligi mushuna insonlarningki qarshisida yana shunday bir insonlar borki, yashri nafsahu ibtigha amrudatillah. U satudu o'zining nafsini, ya'ni beg'ishlaydi nafsini Allohning toatiga, Allohning roziligini talab qilgan holda. Bu bo'lsa kim bo'lsa Suhayb radhiyallohu anhudir. Mushriklar uning aziyat bergan chog'da u Madina Munavvarga hijrat qilgan edi. Va o'zininki melini, mol dunyosini o'sha mushriklarga tashlab qo'yib Madina Munavvarga hijrat qilgan edi deydi. Alloh taolo raufun bil ibaddir. Bandalarga nihoyat kuyimchandir. Ya'ni ularni Alloh taolo o'z rozi bo'lgan ishlarga yetaklab qo'ydi, shuni ko'rsatdi. Shuning uchun Alloh taolo bandalarga kuyimchan deymiz demoqchi. Mushu oyatga binoan hamda Maliki olimlar shuna degan ekan. Maliki mazhabdagi olimlar shuna degan ekan. Ham din va dunyolik ishlarda ehtiyotchan bo'lishga qarata bir dalil bormish oyatda debdi. Hokim, ya'ni hukm qilguvchi kishilarning ahvollarining zohiri qarata ularning iymoni va solihligi, ya'ni yaxshi insonlar ekanligidan, ya'ni tashqi ko'rinishdan oshkora bo'lgan ishga qarata amal qilmaydi. Hattoki ularning ichki dunyosini ko'zib boqmay turib, tashqi dunyosiga, tashqi ko'rinishga qarab turibla hukm chiqarmaydi deb qaraydi ekan. Mush oyat qarata shuni debdi. Chunki Alloh taolo kishilarning ahvollarini bayon qilib berdi. Ularning ichida nati chiroyli gaplarni oshkora degan bo'lsa-mu, ya'ni qalbida nati qabih ishlarni niyat qilgan odamlar borligini Alloh taolo bu oyatda bizga deb berdi. Shunga mushta hukm chiqaramiz degan ekan. Lekin sahiy, to'g'ri ko'z qarash qaysi degan vaqtda kishilarning zohiri qarata hukm qilindi debdi. Hattoki shu zohirining tashqi ko'rinishning xilofi, aksi oshkor bo'lgan qadar biz shu zohiri qarata hukm qilamiz deydi. Ya'ni kishilarga buyurilgan shu endi. Hukm qiluvchilarga, hukm chiqaruvchilarga buyurilgan ish shu demak ekan. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Sahih Buxoriyga kelgan bir hadis shunday degan. Ey insonlar, vahiy uzib ketdi. Vahiy to'xtab ketdi. Payg'ambar alayhisolamning vafot bo'lishi bilan vahiy to'xtadi. Shunlashqa biz sizlarning amallaringlardan oshkor bo'lgan narsa qarata muomala qilamiz. Kimiki bizga yaxshilikni oshkor etgan bo'lsa, uning zohiri qarab biz uning yaxshi ekanligini bilgan bo'lsak, biz uningga amin bo'lamiz va uni o'zimizga yaqinlashtiramiz.
Ama onun işki dünyası qarta bizning aloqamiz yo'q. Uning ishki dunyosidan, ishki sirlaridan Alloh taolo o'zi hisob oladi. Kimiki bizga yomonlikni oshkorlagan bo'lsa, ya'ni tashqi ko'rinishda o'zining nacharligini oshkorlab bizga ashta muomala qilgan bo'lsa demakchi. Biz uning ishonmaymiz, uni tasdiq qilmaymiz. Holbuki mening qalbim, ichimdagi ichim yaxshi edi degan taqdirdami biz uni ishonmaymiz deb shunday degan ekan. Endi Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning mushiga qarta hozirgi muqimdalgan jumhur olimlarning qarshiligi to'g'ri ko'z qarash qaysi degan vaqtda az-zohiru yu'malu bi hatta yatabayyana xilafuhu degan qoida ekan. Ya'ni uning aksi oshkorlangan qadar kishilarning tashqi ko'rinishi qarta hukm qilindi, amal qilindi degan mush qarash muqimdalgan demoqchi. Endi keyingi oyatga kelsak, Abdulloh ibn Salam va uning hamrohlari haqida tuvandagi oyat nozil bo'lgan deydi. Ular shanba kunni ulug'lab va to'ygilarni yomon ko'rgan vaqtda, ya'ni musulmon bo'lgandan keyin mushta ahvollar yuz bergan chog'da bu oyat nozil bo'lgan deydi. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah va la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Ya'ni ey iymon etgan mu'minlar, sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatgan ro'shan dalillar kelgandan keyin oldingi oyatga kelsak, ey mu'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining butun ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatilgan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan teyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolanasizlar. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni silmi degan salmi, silmi deb ikki xil o'qilgan ekan. Ya'ni islom diniga umumyuzlik kiringlar. Kafatan degan shu silmidan hol deydi. Umumyuzlik holatda ya'ni islomning hammasiga kiringlar demoqchimdi. Hamma shariatlariga, hamma ahkomlarga bo'ysuninglar, shuni kiringlar. Yani ba'zisiga amal qilib, ba'zisini tashlab qo'ymanglar. Va la tattabi'u xutuvat shayton. Shaytonninki yo'llariga ergashmanglar. Ya'ni tazinahu bit tafriq. Sizlarni tafriqchilik qilishdan iborat, tafriqchilikni zinnatlashidan iborat shu yo'llarga ergashmanglar. Haqiqatan o shayton sizlarga oshkora ochiq dushmandir. Fa in zalaltum agar mag'lub kelsanglar, islom dinininki hamma ahkomlarga kirishdan bosh tortsanglar, ashunda mag'lub ketib qolsanglar, sizlarga ochiq oshkora hujjatlar, ro'shan hujjatlar kelgandan keyin, ya'ni islom dinining haqiqiyligi qarta ro'shan oshkora hujjatlar kelgandan keyin mushtaq qilsanglar, bilinglarki Alloh taolo azizdir. Ya'ni Alloh taolo ne u Allohni sizlarni intiqom olishdan hech narsa ojiz qilib qo'ymaydi. Hakimun. Alloh taolo o'zining qilgan ishida hikmat bilan ish qiluvchidir. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullohu fi zulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr va ila Allohi turja'ul umur. Yine ular yani İslam'a kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannati, yana bir guruh do'zaxi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining bitishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytarildi. Hal yanzuruna degan hal ma degan ma'noda deydi. Ya'ni kutmaydi islomga kirishini tark etganlar faqatla Alloh taoloning kelishini, ya'ni Allohning amrining kelishini kutamdi. Shuni kutadi demoqchi. Ma tafsiriga binoan, ya'ni ashunday kutadi bular demoqchi. Yoki xuddi av yati amru rabbik degan oyatga o'xshash, mishadagi ay yatiyahumullohu degandami an yatiya amrulloh deb tafsir qilmaymiz demoqchi. Ya'ni Allohning azobi kelishini bulutlarning ichida
Yine bu zulal degan zullatunun köpük keleydi. Bulutlardan ibaret bir sayının içine kirişini kütüdüler. Ve perişlerin kirişini kütüdü. Ve kubiyel emr. Ve işninki şunun tamam buluşunu. Yani ulanın halaket işinin tamam buluşunu kütüdü. Yine İslam dinine bütünlüğe kirmeyenlerin akıbeti müştak buludu demek bir yerde. Allah Teala'ga kayıtıldı işler. Hem işlerin akıbeti şu Allah Teala kayıtıdı. Yani turca'u degenini terci'ul umur, turca'ul umur da mıda iki xil okul degen. Hem işler şu ahirette Allah Teala kayıtıldı. Şunu Allah Teala şuların işe karta ceza yoki mukofot berdi demiş. Xo'sh, endi keyingi oyatga kelsak, سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ey Muhammed aleyhisselam, İsrail evladından sorğun ki biz ularga ne kadar köp roşan delillerini ata kıldık. Kimki Allah'ın nimetige erişkenden keyin uni kupurluk qilib o'zgartib etsa, Allah uningga azob qiladi. Allah'ın azabı hakikaten qattiqdir. Kafirlarga dünya tirikçiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi. Mu'minlarni masxara qiladi. Holbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan darajat jihatda ustun turadi. Alloh xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi deydi. Ma oyat nihoyat muhim hozir. Endi so'rginki Muhammad alayhissalom ularni Bani Isroilni mat qilish yusidan so'rginki qanchilg'an mo'jizalarni ularga ato qildik. Kam müşahede istifhamiye. Yani selninki muallakısı olan, selge alakadar olan istifhamiye. İkinci mef'ul. Yani selninki ateynanın iki mef'ulun ikincisi deydi. Ata kıldık ularga kançilik ne demek. Ateynanınki birinci mef'ulü hum boldu. İkinci mef'ulü kem. Hem de onun mümeyyizi, temizliği olsa min ayetin beyine. Roşen möcüzelerini qanchilgan roşen möcüzelerini ato qildik. Yani min degan ay kimdan bayon bo'ladi bu yerda. O bayyinatin degan zohiratin degan ma'noda, ya'ni oshkora. Bu roşen möcüzeden nimalarga o'xshash degan chaqda dengizni yerib berganga o'xshash, manna va salvani tushirib berganga o'xshash, mushuna ne'matlarni ato qildik. Ato qilsakmi ular bu ne'matlarni kufrga o'zgartib etdi. Yani asli alloh taolo işte ne'matlarni tushirib bergandan keyin uning shukr qilish kerakdi. Shukrni o'rniga ular kufrlik qildi demoqchi. Kimiki Allohning ne'matini o'zgartirsa, ya'ni Alloh taolo ato qilgan ashta ro'shan mo'jizalarni, hidoyatning sabab bo'lgan, hidoyat tepishga sabab bo'lgan ashta ro'shan mo'jizalarni Alloh taolo ato qilgandan keyin o'zgartib o'tib qolsa, uningga shu ro'shan mo'jiza kelgandan keyin, ya'ni kufrlik qilib o'zgartib o'tib qolsa, Alloh taolaning azobi nihoyat qattiqdir lahu uning uchun. أما زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Zinnetlendi kupurluk kılganlar için. Bu yerdeki ayet şu Mekke ehli qarta deyilyaptı doğru meşhur min ehli Mekke. Lakin bu ayet bütün kıyamet kayım boğuşu kelgen hem insanlar anlamlı. Kupurluk kılganlar için dünya hayatı zinnetlendi. Bittemvihi fe ahabbuha. Yani ularning ko'zini ko'mas qilish orqali zinnatdan dedim şimdi. Shuning bilan ular dunyoni yaxshi ko'rdi. Ular u kufrlik qilganlar imoyat qilganlarni masxir qiladi. Yani Ammar roziyallohu anhu, Bilal roziyallohu anhu, Suhayb roziyallohu anhu o'xshash mushta sahobalarning faqir bo'lganligi uchun ashta sahobalarni masxir qiladi deydi. Yine masxir qildi u kofirlar shu mu'minlarni ve üstünlük nihayeti hakavrılık kılını üstünlük kılıdı ularga özünün şu mal dünyası bilen. Halbuki takvalık, takvadır boğanlar. Yani Allah'a şerik keltirişten saklanganlar. Yani aşu müminler. Onların üstüde bulduğu kıyamet günüsü. Hem de ma kafirler dünyada
bizga mushlar mol dunyo berildi emasmi? Bizga o kofir mo'minlar qaraganda boy, mo'minlar Allohga Alloh yaxshi ko'rgan insonlar bo'lsa, ularni mishqa boy bo'lmaydi degandek ashla gaplarni qilgan bilan qiyomat kunisi haqiqiy ustun bo'lganlar shu mo'minlardir, Allohdan qo'rqqanlardir. Allohga sherik keltirishdan yiroq turganlardir. Alloh taolo rizq berdi xohlagan kishiga hisobsiz. Oxiratda yoki dunyoda nihoyat keng rizq berdi. Qandoq rizq berdi desa, ma tafsiri binoan hozir bi an yumallikal masxura minhum amwal sakhirina va riqabahum. Yani dunyoda ulardan Alloh taolo xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi dedi. Dunyoda qanday rizq berdi desa, ega qildi masxir qilmovchilarga, masxir qiluvchilarningki mol dunyolarini va ularning gadallarini. Masxir qiluvchilar ma'lum mezgil hadinlashib, bizni andoq emas, bundoq emasmi degan bilan hamon bir kuni ularning mol dunyoni va masxir qiluvchilarning qo'lidan yutib qoladi. Alloh taolo mushtaq qilish qodir demoqchi. Şunlaşqa mush oyatga binoan har qanday mu'min mening qulimdagi mol Alloh meli deb bilish kerak ekanimni. Hargiz bu meningki o'zimning tirishchanligi bilan, mening aql farosatim bilan men mushundaq egilik tikildim, pul mol topdim deb hadin ish qilib bo'lmaydi ekan. Har vaqt bu mol dunyo Allohningki meli. Alloh taolo buni xohlagan odamga beradi. Yana xolisimidan tortuvchi qilib qodirdir deb oshundaq e'tiqod bilan shundoq ideya bilan yashash kerak ekanimni. Alloh taolo hammaylarni o'zining haqiqiy qo'rqib, o'zining shariatiga amal qiluvchilarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.